Hemen qol sheringiz. Sheri chaqir. Chaqirib men shunqa shura qo'y. Bularda yo'q-da. Shu qancha oldi? 20. Voy, 20 ming oldi. Nima ko'ryapsizmi? 100 ming so'rayapti. Challa o'rib ketdi. Shunchalik qiyin. Jon akalarim, iltimos sizlardan dakimit qilib yuringizlar. Dakimit qilib. Qanday qiyin? Kirish, lezzati, ha? Azob. Qancha tashqari turlansiz? Ancha bo'ldi. Mana bular bor-ku, 1,5 soat, 2 soat turdi tashqari. Ana bittasi kelyapti. Ha, boshlangan. Jonim akalarimiz aeroportda o'tkazib juda qiyin bo'lib qoldi. Mana amnistiya sizlar uchun bo'lyapti. Mart oxirigacha dakimit qilmangizlar, iltimos sizlar. Aka, qanday azob? Azob. Dakimit qilmaganlarga gapiring. Keyin akani hozir sovuqda hozir kam 1 soat kutdik. Mana bu akamizni 20 ming oldi, yeylar. 20 ming ko'rasizmi? Halim shuni illi ko'ndiradi. Takshda nima maslahat berasiz odamlarga? Og'aylar, agar meni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, sizga maslahatim dakimit qilib qo'yingizlar. Hozir meni shunday asl qilaman. Xudo xolasa borib kelsam, inshaalloh qilaman dakimit. Dakimit bo'lmasa qiyin ekan. Hozir aeroportdagi eshigini olibda elakdan o'tkazganda qo'yapti hozir. Juda qiyin ekan. Tashto akalar iltimos. Qingizlar, sizlarga birov bir narsa demaydi. Dakimit bo'lsa hech narsa demaydi akalar. Shuni tekshirib provoka qilib qo'yib bajara oq yo'lda tamom. Yillar onlayn saviya kasasidan betlab olaveringizlar. Yordam beramiz deb aka yordam berdikmi? Yordam bersangiz rahmat. Rahmat aka. O'tkazinglar aka. Shunda xizmatda.